Bu ko'cha ham xuddi mana shu ahvol. Sheben to'kilgan edi. Shebenlari mana yo'q bo'lib ketdi, kichikiga chiqib yayilib. Mana ahvol bunaqa. Hamma yoq chuqur-chuqur. Suv loy. Mana yerda suv mana shu yarim kun ertalabdan obedgacha yoqqan yomg'irniki. Bu agar 2-3 kun yog'sa mana ahvolni ko'ryapsiz duvolni. Suv ko'payib mana shu yoqqa o'tib ketadi. Duvollar mana qo'ni-qo'shnilar duvollari zaglab yotibdi. Mana bunaqa basseyn bo'lib ketgan, daryo bu. Mana ahvol. Mana hokimiyat tomonidan, davlat tomonidan qilib bergan mana shu to'g'ri ko'chani asfalt qilib qo'ygan mana. Bo'ldi, bu yog'i o'zi qilinmagan, qolib ketgan. Sheben to'kilganda, lekin mana shu taraflarga bunday hamma yo'g'iga sheben to'kkanmiz. Aholi o'zi yonidan pul sarflab sheben to'kkan, asfaltini davlat qilib bergan, faqat mana shu ko'chanigina, to'g'ri ko'chanigina qilib bergan. Bu yog'ini qilib bermagan. Bu yog'ida mana yashaydigan aholilar mana shu ahvolda kirib chiqadi. Mana qo'shini ham devori o'sha zaklab yotibdi. Ertaga uni ham sekin cho'kishni boshlaydi, boshqa bo'ladi. Momos ko'payadi. O'zi mahallani sharoiti ma'lum, mana kim qanday holatda